Diqqat! Diqqat! Tinchlanib olishingiz kerak. Diqqat! Quloq soling. Quloq solinglar menga. Bizda immunitet bor. Ular bizni qanday topishdi? Bizni qanday topib kelishdi? Aksincha, biz ularni topdik. O'rmonda borliklarini bilarmidingiz? Qaytib kelishsa-chi? Agar ular qaytib kelishsa, bundan qattiq afsuslanishadi. Bu shaharda aholi avvalgidan ancha kam qolgan. Ammo qurol yarog' yetarlicha topiladi. Federal agentlik tashlab ketgan qurol ombori qo'limizda. Tushunyapsizmi? Quloq soling. Bilaman, qo'rqyapsiz. Men ham qo'rqyapman. Gaplarimga ishoning. Sizlarning ishonchingizni yuksak qadrlayman. Biz birgalikda jahannam azoblaridan o'tganmiz. Nimalarga duchor bo'lganimizni yaxshi bilasizlar. Hozir yoqilg'imiz tugab boryapti. U tugagach esa yovvoyi hayvonlar yashash tarziga tushib qolishimiz muqarrar. Elektrostansiya barcha muammoyimizni hal qilardi. Ammo o'rmonda maymunlar yashashini bilmasdik. Endi nima qilamiz? Boshqa yo'lini topamiz. Chunki elektr energiyasi chiroq yonishi uchungina kerak emas. U bizga boshqalar bilan bog'lanish imkonini beradi. Ehtimol yana kimlardir tirik qolgandir. Shunda birgalikda asta-sekinlik bilan boy bergan dunyomizni qaytarib olamiz. Sizlarga va'da beraman buni. Albatta qaytarib olamiz.